Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan barchaga. Bugun 2026-yil 12-iyul sanasida R34 uzum navini holatini so'raganlar uchun mana bu R34 uzum navimizning holati. Bu navimiz o'rta mavsum uchun kishmish nav hisoblanadi. Uzum navlarini oqlarining ichida eng yirigi. Xudo xolasa hozir bu xom. Hozir ana endi suv olishni boshladi. Mana shu holatda suv olishni endi boshladi. Xudo xolasa mana bu yerdan bitta boshi bor. Bularni qushlardan panoh qilish maqsadida setkaning ichida saqlab turibmiz. Mana bu bog'imizning umumiy holati. Mana bu Husayn uzumlarimizning holati. Husaynlar ham biroz suv olishni boshladi. R34 ni sal kichikroq navini men uzib olganman. Mana. Bu kichikrog'i, bundan kattasi ham bor, juda kichigi ham bor. Bu o'rtanchasi. Mana bu R34 uzum navi. Mana bu. Xudo xolasa mana bu yerda bundan ham kattalari bor. Mana. Bundan kichiklari ham bor. Mana. O'rtachasini men oldim. Mana shu holatda R34 uzum navlarimizni bugungi holati. Yirigligiga bularni gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yirigligi juda ajoyib. Xudo xohlasa yana pishgandan keyin buni bir obzor qilib ko'rsatamiz. Bu navimizni hozir ichini ochib ko'rsataman. Achchiq, sho'r, olib pishmagan. Mana bu ichi 100% kishmish. O'tgan yili birozgina rudimenti bor edi, bu yil o'sha rudiment ham yo'q. Mana shu holatda R34. Xudo xolasa bizani kuzatishni davom etinglar. Inshaalloh pishgandan keyin natijalarini ham ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.